Chilonzor tumanida 2 xona yangi ta'mirdan chiqqan qiladigan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz Chilonzor tumani 10-kvartalda 2 xona yangi ta'mirdan chiqqanimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingiz uyimiz zavqisini. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Uyimiz barcha jihozlari biz bilan tanlangan, barcha mebel texnikalar bilan sotiladi. 4 qavatli bino 3-qavatida. Bu yerda esa bolalar xonasi, o'zgartirilgan oshxonamiz o'rnini. Oshxonamiz esa balkon qismiga ko'chirilgan. Balkonimiz 1,5 ga 3. Shu uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Gilamning ichidan kirib kelish prokoshka, sanuzellarimiz razdельный. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, 10-kvartal Media Park ro'parasida joylashgan ushbu uyimizga egalar tomonidan $72,500 baholanmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Agar kimlarga qiziq bo'lsa, aksiyalar raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin.